Usmonlini parchaladingiz. Qanday turksizlar o'zi? Muzokara nimaligini bilmaydiganlar turklik haqida gap ochyaptimi? Temur xoinlar safiga qo'shildi. Aslida Yildirim xoinlar tarafiga o'tdi. Tinchlaning, Yildirim. Bu ish qanday boshlanganini o'zing ayt. Boyazid Yildirim. Tezkor, qahrli. Yolvoraman, meni o'ldirmang. Mazlum, qani o'qib ko'rchi mardlik kitobida nima yozilgan ekan? Mard. Omonlik tilaganlarni o'ldirmang deb yozilgan ekan. Mayli, bora qol, seni o'ldirmayman. Xudo rozi bo'lsin, Xudo rozi bo'lsin. Endi o'zing borib o'ldir. Boyazid Yildirim davrida Anatoliyadagi mayda beyliklar siyosiy jihatdan birlashtirildi. Nikopolisdagi g'alabasidan so'ng Usmonlilar Bolqondagi super kuchga aylandi va Konstantinopolni deyarli 8 yil qamal qilib Vizantiyani zaiflashtirdi. Sultonim kofirlarning dodini berayotgan edi. Istanbul ham deyarli kaftlarida edi. Bir daqiqa jim turing. Endi nega shunday odamga urush ochganligi haqida Temurning o'zidan so'raymiz. Amir Temur Qudratli, aqlli. shoh. Demak meni mot qilding. U holda men filmdan foydalanaman. Shafqatsiz. 14-asr oxirlariga kelib Turkistonda Temuriylar imperiyasiga asos solgan Temur qisqa surada o'nlagan hukmdorlarni o'z izmiga soldi. Ana shu hukmdorlarning bir qismi Temurga qarshi bir yoqadan bosh chiqarishga kelishishdi. Faqat 1395-yilda Terak jangida To'xtamishxon Amir Temur tomonidan qaqshatqich mag'lubiyatga uchragandan so'ng bu ittifoq amalda parchalanib ketdi. Navbat Qora Yusuf va Ahmad Jaloyirga kelganda ular jangdan qochib, Mamluklar sultoni Barquqdan panoh topishadi.